Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Din va hayot nomli suhbat programmamiz orqali sizlar bilan henüz ko'rishdik. Programmamizning navbatdagi bo'limida tavhid haqida to'xtalamiz. Men qarindoshlar Abul Qosim Ahmadi programmamizning izz mehmoni ustoz Ömerjon bilan bo'ladi. Biz yuqorqi ilgirki bo'limlarda mush tavhid haqida to'xtalgan edik. Bugungi bo'limda mush tavhidningki darsning davomini diqqatingizga sunamiz. Amalan shu tavhid bir qancha turga bo'lindi. Buningki bugungi bo'limimizda asosan mush tavhidningki turlariningki biri bo'lgan uluhiyat, rububiyat, tavhid rububiyat, tavhid uluhiyat, tavhid asma va sifat. Andan biz tavhid rububiyat ustida to'xtalgan bo'lsak, bu tavhid rububiyat degan nima? Qanday tavhid? Qani marhamat. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hammamiz ma'lumki bu la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan bu tavhid kalimasi İslam dinining muqaddas shuari bo'lib, islomga kirmoqchi bo'lgan yoki islom dinini qabul qilmoqchi bo'lgan har qanday odam bu ulug' shuarni aytish orqali islom diniga kiradi. Shuning uchun biz dunyoga nazar soladigan bo'lsak, qaysi davlatdan yoki qaysi millatdan, qaysi rangdan bo'lishidan qat'iy nazar barliq musulmonlarningki bu muqaddas tavhid kalimasini aytishda o'rtaq ekanligini, ya'ni hamma musulmonlar bu tavhid kalimini her joyda ibadetlerinde ve hec faaliyet münasebetleri bilen yoki namazning oldi keyingi zikrlarda, dualarda ortak hammasi birdek aytadi. Lekin bu tavhid kalimasi ifodalagan tavhid aqidasiningki haqiqiy ma'nosini tushunish, uningki mafhumini o'zining qalbiga o'rlashtirish, shundaqla bu tavhidni aqidasini talab taqozzosini amaliyotga tatbiqlash. Bu haqda musulmonlar hammasi o'rtaq bo'la oladimi yoki yo'qmi deganda musulmonlar buningda o'rtaq bo'lolmadi. Afsus, asonliq musulmonlar bu tavhid kalimasi ifodalagan tavhid aqidasini ma'nosini to'g'ri tushunib, o'zining hayotiga tatbiqlab, o'ziga o'zlashtirib bu tavhidningki tavhid aqidasining talab taqozzos bo'yicha ish ko'radigan bo'lsa-mu, ko'plagan musulmonlar buningdan, ya'ni tavhid aqidasiningki talab taqozzolaridan, ma'nosidan, mafhumidancha bu g'aflatda va shuning uchun bu la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degan bu tavhid kalimasini og'izlarida har kuni bir qancha yuz qatim aytgan bo'lsa-mu, hatta bazı musulmonlar bunu o'ziga bir vazifa qilib tasbihlarda sanab turib aytgan bo'lsa-mu, yanala qilayotgan ibodatlarda yoki harakatlarda, faoliyatlarda, ya'ni musulmonchilik ishlarida bu kalimaningki ma'nosiningki aksicha, ya'ni buning qarshi harakatlar, faoliyatlar musulmonlarda ko'rinyapti. Bu musulmonlarga nisbatan nəhayət facialik, xatarlik bir aqibat. Çünki insanda, musulmanda tavhid mustahkam bo'lmaydi ekan, onun bütün qilgan ishi o bekor bo'lib ketadi. Yani bütün qilgan ibodatimiz, mayli biz har qancha ko'p qilaylik ibodatni yoki mayli har qancha katta ibodatlarni qilaylik, bu ibodatchi Allohning oldida maqbul bo'lmaydi. Chunki Allah subhanahu wa ta'ala biz musulmonlarga din rozi bo'ladigan, Allah o'zi to'g'ri deb baho bergan aqida tavhid aqidasi. Astag'firullah. Bu vaqt Allah subhanahu wa ta'ala inna dina indallohil islam. Allah'ning dargohida maqbul, Allah rozi bo'lgan din islom dinidir. Bunun maqsad islom aqidasi, tavhid aqidasi. Demak, Allah rozi bo'ladigan bir aqida o'zimizda mujassamlashmay turib, Allah qabul qilgan, Allah'ның oldida dargohida maqbul bo'lgan bir aqidaga o'zimiz erishilmay turibchi, uningdan boshqa qilgan ibodatlar hammasi avargarchilikdan boshqa narsa emas. Uning hech qanday vazni bo'lmaydi. Islom dinida aqidasiz, aqida durust bo'lmagan, shu aqidaning talabiga uyg'un bo'lmagan
amel ibadetlerini biz her qancha ulug' deb qilib olsakmi, her qancha ko'p qilsakmi, her qancha jiq qilib olsakmi, uning uchun Allohning dargohida islom dinida hech qanday qiymat bo'lmaydi. Shuning uchun biz masalan musulmonlarningki bu ko'p sonliq musulmonlarningki bu tavhid kalimasini aytish bilan birga buning ma'nosi bo'lgan bu tavhid kalimasi degan la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degan bu tavhid kalimasi ifodalab bergan tavhid aqidasini to'g'ri tushunmaganlikninki bir amaliy shohidi qaysi deganda la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh deb turib masalan Allohga qiladigan hurmatni Allohga bildiradigan mehri muhabbatni söygünü başka bir insanlara onu her xil isim qo'yib, at qo'yib, ya bu ulug'de, ya bu andati, ya bu bunda degandekço, özünün ra'yi buncha, özünün xohishi bo'yicha unga bildirib atgan. Allohga sig'inadigan, Allohdan tilaydigan narsalarni, Allohdan tilaydigan savol duolarni, ya'ni boshqa insonlardan yoki boshqa maxluqlardan, mayli hayot, mayli o'lgan yoki boshqa daraxtlardan degandekço, ashunda bir narsalardancho tilovat qilgan. Mana bu gerçi la ilahe illallah Muhammed Resulullah degan bu tevhid kelimesini ağızda aytgan bo'lsa-mu, bunun ma'nosini, mafhumini haqiqiy to'g'ri ravishda tushunmaganlikniki bir ifodasi. Shuning uchun bu tevhid aqidasi har bir musulmon uchun kundalik taomi, suydimichu zurul insonning hayoti. Shuning uchun bu barliq diniy qarindoshlarimizga bu tevhid aqidasini yaxshi o'rganish uchun mushunda tevhid haqida o'rlashtirilgan suhbat darslari va bundan boshqa kitoblar va tarjima qilingan tevhid haqida kitoblarni ko'p o'qish orqali bu tevhidni mukammallashtirish, puxtalashtirish, tevhidda rus bo'lib, andan keyin qolgan amallarni qilish har bir musulmonga nayt zarur farz ayn. Chunki masalan bu tevhid degan dinning asosi. Asas degan masalan bir binoning uliga o'xshash narsa. Masalan bir binoning uli mustahkam bo'lsa, puxta bo'lsa, nayt chiroyli bo'lganda u bino puxta, mustahkam chiroyli chiqadi. Agar u binoning uli to'g'ri qo'yilmasa, mustahkam bo'lmasa, puxta bo'lmasa, u bino baribir puxta bo'lmaydi. Shuningdek, bizningki amal ibodatlarimizning, duolarimizning va musulmonchiligimizning qabul bo'lishi uchun lozim bu tevhid aqidasi rus bo'lishi kerak. Bu vaqt Alloh subhanahu va taolo shunday deydi: "Estaizu billah, la in ashrakta la yahbatanna amaluk." Ma payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam xitob qilgan bo'lsa-mu, lekin ummatlarga ham xitob. Muhammad alayhisalom sen agar shirk keltirgan bo'lsang, sening butun amaling bekor bo'lib ketadi. Demak, bu oyatdan chiqdiki, bir inson bir ömür ibadet qilibmi, agar uningda aqida rusulmaydi ekan, shirk bo'ladi. Aqida shirk ikki bir-biriga o't bilan suvdek zid narsa. Insonda aqida rus bo'ladi ekan, shirk yo'qaydi. Aqida rus bo'lmaydi ekan, shirk paydo bo'ladi qalbiga. Bu oyatdan chiqdiki, shunga aqida rus bo'lmaydi ekan, har qanday amalchi 0-0 ga aylanib ketadi degan. Shuning uchun amallarimizningki qabul bo'lishi uchun, ishlarimizning to'g'ri bo'lishi uchun, duolarimizning ijobat bo'lishi uchun va hammamiz shu bizning musulmonchiligimizningki to'g'ri maqbul bo'lishi uchun birdan-bir bizga muhim narsa bu tevhid aqidasi. Tevhid aqidamizni tevhidlashtirmay turib, tevhid aqidasini bizga o'rnatmay turib, boshqa amallarimizni qilgandan hech qanday foyda yo'q. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo hammalarni shu tevhid aqidasini o'zimizga o'zlashtiradigan, tevhid aqidasining talab taqozosi bu uchun amal qiladigan, harakat qiladigan shunda ulug' tevhidga Allohga sodiq bandalardan qilishini Allohdan tilaymiz. Yani bu tevhid ilmen özleştirish uchun bir Qur'on va hadisga qaytishga to'g'ri keladi. Bilim olmuş Qur'oni Karim va hadis shariflardan umum tevhid kelgan oyatning hammani mujassamlab, hadislarning hammani birga to'plab, buningdan tevhidning turining 3 bo'lganligini xuloslab chiqqan ekan. Biroz shu tevhidning bo'lib eng xatarli yeri tevhid rububiyatda hatto Makkaning mushriklardan tatib
musulmonlar o'rtaq bo'ladi ekan endi. Gap tavhid ulug'iyat kelganda maydon ayrılgan yapken. Şuna biz bu tevhid uluhiyetni mustahkam yaxshi tushunishimiz uchun avval gapni tevhid rububiyat degan nima, qanday o'z tevhid rububiyat bo'ladi, qanday o'z tevhid uluhiyat bo'ladi bu haqida tushuncha bergan bo'lsa. Xo'sh, to'g'ri asl degandek shu ulamolar, islom olimlari Qur'oni Karim va hadis Rasulullohninki umumiy mazmuniga cho'kib turib, mazmunidan xuloslab bu tevhidulloh, tevhidninki 3 turga bo'linganligini bekitdi. Bular bo'lsa birinchisi tevhid rububiyya va tevhid uluhiyya, tevhid asma va sifat. Bugun inshaalloh vaqt munosabati bilan shu tevhid rububiyya, rububiyyat tevhid haqida to'xtalamiz. Bu rububiyyat tevhidi degan nima deysa, bu rububiyyat degan Rabba yurabbi tarbiyatdan chiqqan arab tili. Ya'ni tarbiyalamak, parvish qilmak, yaratmak, intizomlashtirmak degan ma'noda keladi. Buning shariat islohida, ya'ni shariat atalg'usida shu desa, yaratishda yaratgan narsalar, olam, tabiat olamini Alloh yaratdi-ku. Mush yaratgan tabiat olamini yaratishda osmon, zamin, insoniyat, butun mahluqot mavjudotlarning hammasini tabiat olami deymiz. Mushlarni yaratishda va yaratgan shu tabiat olamida boshqurishda, tarbiyalashda, parvish qilishda, uning rizqi berishda, uning intizom bekitishda, uning ishlarini tartibga solish hammasida Alloh taolo yakkigona, yolg'izdir deb e'tiqod qilish. Demak, Allah subhanahu wa ta'ala bütün kainatlarni Allah o'zi yakkigona yaratgan. Allah taala hamma ishlarni o'zini hech qanday bir sheriksiz, hech qanday bir yordamchisiz hammani shu Allah o'zi boshquradi, o'zi boshqara oladi. Mushning qodir Xudoyim hammani Allah taala o'zi sistemlashtiradi. Buningda hech qanday sherik yo'q deb e'tiqod qilish, mana bu rububiyyat tavhidining asosidir. Bu haqda Allah subhanahu wa ta'ala shundoq deydi: "Ala lahul xalqu val amru." Yaratish deydi. Kainat tabiatdan qanday narsani yaratish va ular haqida tadbir qo'llanish, ya'ni boshqurish buning o'zi Allohning huquqidir. Demak, har qanday Rabb bo'lgan zot bizning Rabbimizningki bu xususiy sifati. Uningda hech qanday odamning ya bu dunyodagi cho'ng kichik yoki yumshoq qattiq degan qanday insoniyat, butun mahluqotlar, jonliq, jonsiz barliq mavjudotlarni yaratishda Allohning hech qanday sherigi yo'q. Amaliyotimiz hadi bu Alloh yaratish, hech qanday odam Alloh yaratganda yaratolmaydi-ki bu narsani. Odatda bir misol olaylik. Odatda masalan bir g'azon chaqliq deydi, urupning bir tal g'azoni. Unda desek mesela nurg'un narsalarni hozir sanoatda yaratdi-ku. Aeroplanlarni yaratdi, maşallah. Necha 10 tonna yoki biznesi götüradigan paraxutlarni 200 tonna biznesi götürüp yaratdi. Onu yaratdi, bunu yaratdi deb turmiz aqchan. Bu emniyet yaratish emas. Aqlimiz desa bu taqlidchilik bu. Bu yaratish xalq degan yo'qdan, uning hech qanday bir xaritasi yo'q, o'qishimi yo'q, hech qanday bir asri yo'q narsani paydo qilganligimizni buni yaratish xalq deydi. Arabchada. Men Alloh subhanahu va taolaning yaratquchi bo'lish sifati bilan boshqa hozirgi dunyodagi fan texnikani yaratgan, ijod qilgan ijodiyati oldida osmon uzun farqi bor, qarindoshlar. Masalan, paraxutning o'zini cho'ng lahanglardan taqlid qilgan bo'lsa, aeroplanlarning o'zini cho'ng qushlardan taqlid qilgan va uning boshqa butun narsa taqlid. Hozir dunyodagi taraqqiyot. Ham uning ustiga uning ham ashyolarni Alloh yaratgan. Tayyor qilgan narsani xuddi traktor qilib bir ustam qurash turgandek qilib qo'yganlar bu. Ammo Allohning biz insonlarni va biz yashayotgan barliq osmon zamin va uningdagi tog'u daryo va uningdagi barliq jonliq jonsiz mahluqotlarni yaratishida hech qanday buning oldida bir asar bo'lmagan. Taqlid qilishlik hech qanday bir asar bo'lmagan, loyiha bo'lmagan narsani Alloh yaratgan. Ma'nunda shuna o bizning bu degan gaplarimiz Allohningki xoliqligiga hargizmi o'xshamaydi, yaqin kelmaydi. Amaliyotda masalan, ma'qul yaratdimi deylar. Qarayib do'konga kirgan bo'lsak, shundoq odamning nerdan ko'rgan bo'lsa,
adamın şu nayet hissiyat köbüs kildan çırar gulla ba. Amma Allah Teala'nın tabi bir gul var. Usulaşırak bir kandat tuğan. Amma insan bəhrəmən buluşda qaysından bek bəhrəmən buludu. Hele gulla qarab şunda tutqan degen mərən su yedi. İnsanın yaşasan gullu qarasınız igilməyə atqan tayaqdek biraz o süret bir rəng. Amma Allah'ın yaratqan bu mesela göl, bu giyalardı çoğu onun bulatkan oksijenlerini almış ve ondan başka bir hayvanat mesela başka neslerin giyalını yiyisu semrişi ondan başka payda meyve birişi maç nurgun cihetlerde her kısmı bir insanın ben yarattım mani diyen neyse Allah'ın yaratkan nesinin yakın mükemmeydim doktor. Demek Allah'ın ki yaratkıcı dünyanı terbiyet kılıp onu asrab turguç ikenligide şu aynı devirdeki Mekke müşriklerimi bunu itiraf kılgan bir qancha ayetlerde sizne kim yarattı asman zemini kim yarattı sorsam elbette o da Allah deydi o. Elbette Mekke'nin müşriklerini soğanda Allah degan. Yani şu devirning müşriklerin bütün kainatni hech kimda bir Allah'ın gayrını yaratamaydiganligini itiraf qiladi faqat Allah'ın bütün mahlukat Allah'ın ekanligini itiraf qiladi. Allah'dan başka ilah yo'qlik meselesi kelganda ibadet meselesi uluhiyetde en aqtni azgan. İnşallah bu uluhiyet derslerimizdeki buna keyinki bölümlerde toxtalsak vaqt münasebeti bilan programmamizni bu yerda oxirlashtiramiz. Hammaningizga diqqat e'tiboringizni berganingiz uchun ko'p rahmat. Keyinki bölümlerde uchrashish umidi bilan har biringlar bilan xo'shlashamiz. Xayr, xo'sh, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.